770 ga 1220 ga tushadigan proyekt so'ragan mijozlarimiz uchun 2 etajli proyektimiz. Bu kirish qismi. Kirganimizda kattagina kirish hol va ikkinchi etajga ko'tarilish zina. Bu proyektimizda bu zinani tagiga oshxona berganmiz. Ro'parada bitta kattalar yotoqxonasi va bitta bolalar xonasi. Uni yonida bo'lsa bitta umumiy sanuzel berganmiz va umumiy kirishdan o'ng qo'l tarafda bitta mehmonxona berganmiz. Endi ikkinchi etaj chizmalarini ko'rsatib o'tamiz. Bu ikkinchi etaj chizmamiz. Ikkinchi etajga bu joydan chiqqanimizdan so'ng bu joyda hol bo'ladi. Buni oilani o'zi uchun sport zal berganmiz. Sport anjomlari qo'yib, ertalabki badan tarbiya qilishlik uchun ro'parada bitta yotoqxona, buni yonida esa umumiy bitta xonamiz mavjud. Har doimgidek bu umumiy sanuzelimiz bor va yonida bolalar xonasi. 770 ga 1220 ga tushadigan joyga tushadigan 2 etajli ajoyib planimiz. Shunaqa videolar chiqib turishini xohlasalaring videoga like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat.